butun Braziliya ishini to'xtatib qo'yib, mana shu matbuot anjumanini kuzatdi. Oxirgi sehrgar, oxirgi magikan, oxirgi raqqos va talant nuqtai nazardan ana ikkisidan ham yuqoriroq ko'ringan iste'dod borishi uchun butun Braziliya kuyundimi? Demak, bu xalq hali ham futbolni yashayapti. Jahon chempionati yaqinlashar ekan, daho futbolchilar darhol o'ziga qaytib olishadi. Chunki mundial nimaligini ular bilishadi. Ammo Neymar degan siymo hali mundiallarga to'ymagan, mundiallarda o'zining haqiqiy darajasini namoyish etishga ulgurmagan futbolchi. Tabriklaymiz. Futbolni qadrlaydigan har qanaqa inson borki, Neymarni yaxshi ko'radi. Uning o'yini hozircha futboldagi oxirgi afsun bo'lsa kerak. Hatto ana ikkovsi ham emas. Ular statistika, ularda natija, ular chempionlikni qo'lga kiritadigan bo'lishsa, butun xalq bayram qiladi, lekin afsun masalasi, futbol jozibasi masalasi menimcha yagona hozirgi kunda Neymarda qolgan bo'lsa kerak. Yana bir yosh yigit yetishib chiqyapti. Braziliya bilan Ispaniya finalda o'ynasa, naqadar mantiqiy yakun bo'lar ekan. Futbolda yaxshi ham shunaqa lahzalar bor. Mundialning ro'yxati e'lon qilinayotgan paytda Neymar degan nom yangraganda, butun mamlakat bayram qilishini ko'rib turib, jahon chempionati naqadar ajoyib o'tishini taxmin qilsak bo'ladi. Va ana shu jahon chempionatida bizning vatanimiz milliy jamoasi ham o'ynayajakligini eslab yanada xursand bo'lasiz.